Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Airways Xitoy brendiga tegishli bo'lgan точный svarka, ya'ni nuqtali payvandlash apparatini ko'rib chiqamiz. Payvandlash uchun diskchasi, payvandlash shublari, apparat kabeli, qo'shimcha oyog'ida bosib ishlatish uchun qo'shimcha qurilmasi, payvandlash shublarini uchlarini tozalash uchun tozalash qum qog'ozi. Ichida endi apparatimiz o'zi. Og'irgina butlar chiqadi. Apparatimizni hujjati. Apparatimizni o'zi. Necha volt maksimal ishlaydi? 6 volt, 1750 amper, 10 kilovat, 10,5 kilovatli, 100 dan 240 voltgacha ishlaydi. Buning ichida super kondensator 1000 faradli super kondensatorlar turibdi, ya'ni ionistor deyiladi. Orqasida perforatsiya qilingan teshikchalari bor, ya'ni qizib ketmasligini oldini olish uchun ventilatsiya vazifasini bajaradi. Hozir buni yoqib ko'rsatamiz. Hozir mana yoqdik. Hozir apparat to'liq zaryadlanmagandan keyin ishlatsak bo'ladi. Taxminan bir 20 sekundda bu to'liq zaryadlanib oladi. Biz kutib turamiz. Mana qurilmamiz zaryadga oldi, mana to'ldi, endi yoqsak bo'ladi. Mana bu yerda menyusi. Bu avto rejim shunga, ya'ni oyoq pedalga yoki mana o'zida ham bor bosadigan knopkasi ishlash uchun. Avto rejim bu o'sha o'zining tezligi anusi, pasvorka qiladigan 20 millisekunddan usti. Bu kuchi, qancha kuch bilan pasvorka qiladi. Bu avto rejimda ishlatiladigan menyu. Endi tepadagi menyuga kiramiz. Bu yerda til, ingliz tili bor. Mana ingliz tili, fransuz tili, niderland tili, xitoy tili, ispan tili, italyan tili bor ekan, nemis tili bor ekan, xitoy tili bor ekan, ingliz tili bor ekan. Bu yoqda interval time, sound bu ovozi, bu yorug'ligi ekrani, bu screen. Bu ekranni vertikal aylantirsa bo'ladi. Bu vaqt o'chadigan vaqtda qancha vaqtdan keyin o'chib qoladi ishlatilmasa. Hozir endi ishlatib ko'rsatamiz hozir. Rasmimizni olamiz. Shuni oramizda qo'yib
Payvandlashlari juda ham sifatli chiqadi. Qo'lda yuvinib ketmaydi. Apparat juda ham zo'r ishlab chiqarilgan.